Gapim qo'pol tuyulishi mumkin. Ba'zi bir ahmoq, tupoy ustalar uchun bo'ladi bu video. Mana Brichtiyani aqlli ustalarning qilgan ishi, okalar. Hozir bu mashinani tekshiryapmiz. O'zi ham shundoq plus minus 10 gradusgacha tushib ketib qoldi. Hozir mana mashina aybini qidiryapmiz. Oxiri aybi topildi. Keyin ko'rib qoldik, buni simi unaqa ko'rinmaydi. Ham tegida akkuratnimda qirib, mana buni tegib bilan o'tib ketadi. Bu nimaga tushsa, hozir simini qidirsan, simi yo'q ekan. Hozir simini ochib to'g'irlandi. Hozir mana bampda primo qilib qo'ygan kompressorni 2 soatdan beri umri yeyapti mana mana shu narsa. Hozir bu mashinani konditsionerlarini hammasini to'g'irlab berildi, hammasini. Bu yerda bo'layotgan muammo hozir olib chiqib tekshirsam minus 10 ga tushib ketyapti-da, mashina yaxlab qo'yapti. Men o'yladim qo'yayotgan datchik kuchli qo'yaptim, hammasi keyin qayta tekshirib, oxiri yaxshilab qarasam, tegidan datchikni sug'urib, qaysidir ahmoq ustamiz, ya'ni miyasida aql to'shib ketgan bolamiz buni stekerni uzib, primo qilib qo'ygan. Полностью kompressor o'chmayapti. Men harakat qilaman, nimaga o'chmayapti, o'chish kerak deb. Hozir bu narsani hamma xatolarim to'g'rilib bo'ldi. Egasini o'zi ham oxiri gapirdi. Aka, ko'chada yurganimda 50 havo chiqarib qo'yapti. Men Nexonga o'xshab mana shunaqa bo'lsa kerak deb o'yladim dedi. Okalar, mana haqiqiy ishlashi. 3 gradus 4,5 gradusda orasida yuradi. Mana kompressor o'chdi hozir. Hozir yana yonadi, pastga tushadi. Ko'tariladi, tushadi. Kompressor o'chib yonyapti mana mashinada. Voy ustalar, aqlinglar yetmasa-chi, iltimos sizlardan kompressorni yoki gaz datchiklarni primo qilib qo'ymanglar. Kimdirlarni ko'ryapman, gaz datchikni chiqarib tashlayapti. Oldimga уже qancha odam kelib ketdi-da. Kimdirlarni ko'ryapman, kompressorni primo qilib qo'ygan, kimdirlarni ko'ryapman, gaz datchikni ustiga izolent o'rab tiqib qo'ygan. Va bo'lmaydi unaqa narsa. Qilsanglar, ebil olsanglar, to'g'ri ish qilinglar. Bizni qilib berayotganimizni davlat standartiga ham, o'zini standartiga ham javob beradigan qilib ishini to'g'rilab beryapmiz. Joningiz sog' bo'lsin. Bu videoni ustalarga tashlab qo'yinglar, konsnerchi.